Assalomu alaykum. Meni kuzatib borayotgan kuzatuvchilar. Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumani Yoshlik mahallasida yangi O'zbekiston qiyofasida mahalla shakllantirish prezidentimiz tashabbusi bilan shu mahalla tashkillashtirilgan ekan. Mana bo'layotgan jarayonlari qanday, ishlar qanday ketyapti? Assalomu alaykum rais bova. Ana bizning Yoshlik mahallasining rais bovamiz. Rais bova, ishlar qanday ketyapti? Mana Xudoga shukr, mustaqil bayramimizni ko'tarinki ruhda o'tkazib, nima bo'lyapti? Mana yangi O'zbekiston qiyofasiga tushganmiz. Ishlarimiz obod bo'lib, nima bo'lyapti? Mana asfalt, mana quruvchimiz g'ayrat aka turibdi, rahmat. Quruvchimiz ham stollarni qo'ydi, sim kabellar tortyapti. 1 kilometr 100 yo'lakcha piyodalar u yoqda chim stadionimiz bo'lyapti. Rahmat. Eshonbolalar, nuroniylar, oqsoqollar birga xursandmiz. Fuqarolarimiz ko'tarinki ruhda Hoji akaga bir bo'lmasa bir yaxshi duolar bersa, ishlarimizni xayrli va oqibatli qilsin. Mana bugun endi bu Jarqo'rg'on rayonimizda 100 yilligi bo'ladi. O'zbekistonimizda 35 yilligi bo'ladi. Mana shunday tadbirlar bilan ming rahmat prezidentimizga, viloyat hokimiga, tuman rahbarlariga. Mana ko'chalarimiz asfalt bo'ldi. Mana svetlar o'tyapti, kabelli svetlar o'tyapti, trotuarlar bo'lyapti. Barchasini yoshlar uchun, kelajagimiz uchun ishlarimizni xayrli va oqibatli qilsin. Dunyoni tinch va osuda qilsin. Hamma tinchlikdan osuda yashasin. Allohu akbar. Aka, bizda Yoshlik mahallasining fuqarolar qanday ekan? Zo'r rahmat. Odamlari, Zo'r rahmat. xarakterlari. Zo'r. Rais bovamiz, Rais bo'lmasa gap bo'lishi mumkin. Nuroniy Mana bola. hoji akalarimiz bor. O'zlari bo'shab bo'lib, shu yerda o'zlari qarab duo berishib turibdi. Xalqimiz yaxshi odamlar. Zo'r, rahmat. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bizni kuzatishda davom eting. Sizlarga ish jarayonlarini qo'yib boramiz. Kimga qiziq bo'lsa, bitta like bilan bitta repost, kommentariy yozib keting. Ketdik. Yoshlik mahallasida obod qishloq dasturida bizni ko'chamiz loyihasi, stadion, trotuarlar, ko'chalarimiz asfaltga tushgan. Mana biz sizlarga jarayonni ko'rsatib boramiz. Nechta ko'chalari GPS nechta to'shalgan, hammasini sizlarga yotib boramiz. Kimgadir ma'lumot o'rnida o'ziga kerak olib qoladi. Mana hurmatli mahalladoshlar, bizni keling. Asfaltimiz 5 sm bo'lyapti. Mana shu ko'rsatilgan. Qarang, toshlari, yog'lari joyida. Agar kimga qiziq bo'lsa, keling, yaqinroq keling. Biz asfaltimizni olib qo'ying. Mahalladoshlar, hurmatli kuzatuvchilar, omadlaringiz kelsin. Mana shunday yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahalla loyihalar sizlarga ketdik.